Mehmonning oldiga chiqishmi yoki oilada bir oylik kishilar jam bo'lib yeyishga alomat emas keladigan go'sht va pintozda o'xshagan bir xil sayqorish usulini kutib qo'yay. Qilish usuli nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsin chuqur o'rganalaysiz, ham tugunish boshlab ketdi. Avval muvofiq miqdordagi kal go'shti yoki qo'y go'shtini suratdagidek mana mushalasi to'g'ri olib, ko'k yoshlardan ko'k qizil laza va yong'ini go'shtga moslashtirib to'g'ri olgandan keyin buningga ma'nodagi haqiqiy o'tan yaqin nandan birini tayyor qilib olib, shaklni bo'lsa suratdagidek mana mushalat qilib olsak nihoyat o'lchamli bo'ladi. Keyindan oldin chilib tayyor qilib olgan qarmor va pintozni tayyor qilibla qo'rishni boshlab ketamiz. Qozonga bir jumush may qo'yib, orqadan bir qo'shq oq shakar solib, to'xtamay qo'ysak mana shunday ko'pik paydo bo'ladi. Ondan go'shtni solib, birdan qo'rib go'sht ravris qizarganda ustiga muvofiq miqdorda tuz va oldin to'g'rab tayyor qilib olgan piyozni solib, yana davomli 7-8 kun o'rib qo'rib, ardambag'ning purqi nihoyat kuchli bo'lgan kavachini talqindan nihoyat az miqdorda solamiz. Az sasaqmi ta'm shundoq yaxshi tetiydi. Orqadan oila chanavarga lazjangda yarim qo'shiq va sho'qim solib, davomli qo'rib, lazjangni to'liq eritib, ustiga muvofiq miqdorda suv qo'yib, tuvoqni yepib 15 minut qaynatamiz. Vaqt to'shqanda yong'yo va az miqdorda oqmoch va kavachini solib, yana davomli 15 minut qaynatib, yong'yo to'liq pishganda to'g'rab tayyor qilib olgan ko'k qizil laza, pintoza va qarmorlarni solib, ikkita samsaq solib, yana bir aralashtirib, 5 minut atrofida qaynatib, tuz ta'mini tanglab taqsimlab iste'mol qilishni boshlasak bo'ldi. Qilish usulining shunchalik oddiyligiga ta'mi nihoyat isil bo'ldi. Tuqqanlar oila cho'qim bir sinab beqinglar. Ammo oxirida qo'llash nihoyat oddiy ruh tuqqanlar. Haqsiz yurakdan birni beslab, piyonglar ayniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash olmaydi. Sizlar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.